Navoiy shahridan arzonroq narxda bir xonali xonadon qidirib yurganlar diqqatiga. O'zingizda pulingizga arzonroq narxda olsangiz bo'ladi, keyinroq 2 xonali qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam ipoteka asosida 317 million so'mga ushbu xonadonimizni xarid qilishingiz mumkin. Tinchlik domlariga kelganmiz. Asosiy katta zal qismi parda ginamlari to'liq qoldiriladi, konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. E'tibor berasiz, skvoznoy variantda ushbu xonamizda ikkita deraza bor. Hamda asosiy kirish eshigi, qaranglar, xonadonimizga hattoki bu yoqda ham deb solib o'rnatib qo'yilgan. Juda ko'p narsani eplaydi, marhamat. Va mana bu tarafda yana bitta andesol bor. Qaranglar. Bunga qancha narsa ketadi. Keling, yuvinish xonasi umumiy holatda chiroyli bo'lib turibdi. Xonadon egalari hamma turbalarini almashtirganman, santexnik ishlarini qilganman dedilar. Pishyanchli dom, tinchlik firmasining pishyanchli dom hisoblanadi hamda kuxnyasi prostorniy. E'tibor berasizlar, ovqat tayyorlash uchun hamma sharoitlari va mana bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun kichik zona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Marhamat, bu domning tashqi fasad qismi, e'tibor berasizlar, hamda katta parkovkasi va bolalar o'yingohi. Umumiy lokatsiya esa Navoiy shahridan vokzalga qarab ketaverishda Mira ko'chasi va yangi masjid ko'rib turibsizlar, gumbaz qismini. Hamda to'g'ri keladigan bo'lsak, mana shu Guliston svetofordan chap tomonda domlarimiz joylashgan. Kimga ma'qul kelsa 317 million so'm. Lokatsiya zo'r, ostanovka ham yonimizda, maktab bog'chalardan muammo yo'q. Navoiy shahar hududi hisoblanadi. Pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimiz raqamlarimiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'linglar. Yaxshi xonadonlarni Navoiy shahar bo'ylab ko'chmas mulk e'lonlarini ko'rib olasizlar.